Mayli, soliqlarni yig'ish vaqti keldi. Xo'sh, qani chiqib qol, Toni. Sen juda ham ajoyibsan, Toni. Men senga ishonganman hamisha. Xo'sh, Devon, qani davayte, menga soliqlarni to'la tezroq. Xo'sh, rahmat. Bob, hey, qochma Jalol, bu yoqqa. Xo'sh, bu yerda hech kim yo'q ekan, mayli. Xo'sh, hamma soliqlarni to'lasin darhol. Janob, sizga qandaydir yordam kerakmi? Men hech qachon bunaqa katta do'konni ko'rmaganman. Men buning uchun juda ham ko'p mehnat qilganman. Demak, siz o'ta boysiz. Sandiqdan ichini ko'ring. Sizda nixoh va izmurtlar bor ekan. Xo'sh, rahmat. To'xtang, qayerga ketyapsiz? Pullarimni qaytaring tezroq. Nimadir dedingmi? Eshitmay qoldim. Qandaydir muammo bormi? Bu yigit meni barcha zumradlarimni, ya'ni pullarimni olib chiqib ketdi. Iltimos, undan pulni qaytarishga yordam bersangiz. Yigitcha, hozir unga barcha izmurtlarini, ya'ni pullarini qaytarib ber, darhol. Hech qachon. Xo'sh, keyingisi kim? Mana shu bo'lsa kerak. Nimadir bo'ldimi? Menda zumrad yo'q, iltimos, meni o'ldirmang. Va nega bu ishlarni qilyapsiz? Chunki men bezorman va meni kimdirdan qarzim bor. Va bu juda ham uzun hikoya. Xo'sh, biza qanday qilib ajdodning yegonamiz? Xo'sh, menda bitta g'oya bor. Barcha izmurtlaringizni menga bering. Xo'sh, mana bo'ldi. Xo'sh, men bu g'oyani ishlaydi deb o'ylamagandim. Ajoyib g'oya. Xo'sh, qani ketaylik. Men bu g'oyani ishlaydi deb o'ylagan edim. Nima? Siz bu gaplarni osonlik bilan aytyapsizmi? Mening qancha izmurtim ketganligini bilasizmi? Siz meni eng kamida 10 mingta izmurt qarzdorsiz. Siz bu qarzni bir hafta ichida qaytarmasangiz, serverga kirmaysiz. Bu juda ham ahmoqona fikr edi. Sizga zumrad kerak bo'lsa, nimaga siz turnirda qatnashmaysiz? Bu juda ham ajoyib. Iltimos, menga mana shu qog'ozni bering. Agarda men bu turnirda g'alaba qozonsam, meni serverdan haydamaydi. Bu juda ham ajoyib. Va men bu turnirga boraman va albatta g'alaba qozonaman. Bu juda ham ajoyib. Xo'sh, men shu yerdan ro'yxatdan o'tishim kerakmi? Menimcha bu mening xonam bo'lsa kerak. Bu juda ham ajoyib. Jihozlar ham zo'r. Hammaga assalomu alaykum. Men shohlovchiman va men hozir sizlarga qoidalarni tushuntiraman. Bu futbol turnir va jang raqib o'lgungacha qadar davom etadi va g'olib e'lon qilingandan keyin keyingi bosqichga o'tadi. Va shu tariqa g'olib aniqlanadi va g'olib 1 minutda izmurd sohibi bo'ladi. Turnir 1-2 soatlardan keyin boshlanadi. Bu juda ham ajoyib. Birinchi jang. Yaxshilab o'tirib olinglar. Jang hozir boshlanadi. Birinchi jangchi, ya'ni Dr. Trip va u 69 ta jang o'tkazgan va 69 ta ham mag'lubiyatga uchragan va u 0 marta g'olib bo'lgan. Qarshiliklaringiz va uning raqibi olmosli golib. Jang. Xo'sh, hammasi joyida va bizlarning keyingi jangchimizni bezorilik qilishni yaxshi ko'ruvchi jangchi bu Krokas. Ringga chiqavering va uning raqibi Creeper. Jelot, nimasi bu?
Birodar, bu yerda nima qilyapsiz? Xo'sh, iltimos, jangni tark eting. Men sizga yordam beraman. Iltimos, baribir g'alaba qozona olmaysiz. Jangni tark eting. Men sizga nima deyapman? Sizda axir imkoniyat bor-ku. Menga yaqinlashmang. Menga yaqinlashmang. Men uni ogohlantirgandim. Va g'olib Krokus! Ikkinchi jang. To'g'risi, bu umuman qiyin raqib emas. Jano'rsan, unda qurol bor ekan. Lekin bu qoidaga zid emas. Yarim final. Hoy, bunaqa ish qilishga ruxsat berilmagan. Iltimos, quroldan foydalanmaslikka harakat qiling. Final jangi. Hamma eshitsin va nihoyat final jangi vaqti keldi. Xo'sh, ulardan qay biri g'olib chiqarkan va o'z uyiga 1 minutda izburut bilan qaytib ketarkan? Buni hozir bilib olamiz. Do'stginam, bu faqat vaqtni cho'zishga, uning o'rniga men seni yenga qolaman. Jano'rsan, bir joyda tursang-chi. Voy, bu nimasi? Bunaqasi ketmaydi. To'xtanglar, bu nimasi? Qachondan beri bu yerda turibdi? Men hech narsaga tushunmay qoldim. Bu o'zi nimasi? Jano'rsan, men jang qilayotganligimni unutib qo'ydim. Jano'rsan, mening jonim juda ham kam qoldi. Iltimos, bunaqa qilma. Qasab ichaman, men PvPda eng zo'rlardan biriman. G'olib Krokus! Krokus, nimadir bo'ldimi? Bro, men senga qarzimni olib kelgan edim. Men buni kutmagandim, to'g'risi. Senga yoqqan bo'lsa xursandman. Unday bo'lsa men ketdim, ko'rishguncha. Lekin men allaqachon qaror qabul qilib qoldim. Bezorilik qilish va qishloqlardan pul o'g'irlash bu juda ham yomon. Shu bois o'zingga boshqa server qidir. Chiqaveringlar yigitlar, u ketdi.